Sakina. Baxt manzili. Muallif Feruza Salxo'jayeva. Oyi, bozorning hammasini ko'chirib kelibmizmi? Mashina yukxonasidagi kartoshkani olmoqchi bo'lgan Sanobar chiranibroq gapirdi. Menga bering, siz nariroq turing. Haydovchi yarim qop kartoshkani ko'tarib dedi. Shu darvozami? Keyin javobni ham kutmay, qolgan xaltalarni ham o'zi ikki qo'llab tashib, ichkariga olib kirib berdi. Odina xola kelishilgan pulni uzatgach, Sanobarga bir qarab olgan yigit mashinasiga o'tirib jo'nab ketdi. Ona haydovchining nigohini sezdi. Kelguncha ham mashinaning oynasidan qiziga qarab, ona bolani gapga solishga urinib keldi. Allohim shularga chiroy emas, baxt bersa bo'lmasmidi? Ko'nglidan o'tkazdi. Bir yilda bir emas, ikkita qizi qaytib kelsa-ya. Uyga kirgach, Lobar ham chiqdi. Bozorlikni oshxona yonidagi hujraga tashib oldilar. Choy qo'ydingmi? So'radi Odina Lobardan kranda oqib turgan suvda qo'lini yuvar ekan. Dilbar, ichkariga qarab baqirdi qizi. Choy qo'yarkansan. Uff! Nimaga man? Hammasiga manmi? O'lib qolasanmi bitta choy qo'ysalaring? Hali o'rningdan turmagansan. Hovlining ahvolini qara. Men supuramanmi? Tur hammang, qo'lingga supurgi ol. Ona sho'rligi baqirgani bilan hech kim qo'zg'alay demasdi. Avvaliga ko'ngli yarim deb uyga qaytib kelgan qizlarga ish buyurmay hammasini o'zi bajarib yurdi. Keyin qizlar ham o'rganib qoldi chog'i. Hammasi o'ziga qoldi. Dilbar o'qishga kiraman deb kitob bahona uyiga kirib ketadi. Ona yuzor sezadi, o'qimaydi. Kechgacha telefon o'ynaydi. Kattalari hayotdan alamzada. Odina o'zi choy qo'ydi, dasturxon tuzadi, kechagi ovqatni isitdi. Birin-ketin chiqib kelgan qizlar indamay o'tirib, telefon kavlab choy ichdilar. Kattasi 22 yoshda, qolganlari 2 yosh farq bilan bir-biridan kichik qizlar. Kattasi kollejda buxgalterlik sohasi bo'yicha o'qiydi. Ishlab yurib turmushga chiqdi. Qaynonasi yoqtirmadi. 1 yil bo'ldi yuklarni olib kelib tashladilar. Endi ishlashni xohlamayapti. Lobar ham Husnda opasidan qolishmas edi. Kollejda o'qigan sohasi bo'yicha tikuv sexida ishlab yurganda tijoratchi yigitning ishqi tushib, ota-onasini norozi qilib bo'lsa ham uylandi. U ham ko'p yashamadi. Uyiga qaytganiga 1 yil bo'ladi yaqinda. Dilbar hammasidan chiroyli. O'tgan yili o'qishga harakat qildi, ammo kira olmadi. Odina opaning turmush o'rtog'i chet davlatda ishlaydi. Bu oilaning Toshkentga kelib o'rnashib qolganiga ham chorak asrga yaqinlashib qoldi. Odina Tursunmurod bilan 3-qizini tuqqanida ham ijarada yashar edi. Keyin mana 6 sotixli yerni sotib oldilar. Eri qo'li gul usta. Uyni o'zi ko'tardi, o'zi ta'mirladi. Qizlar bo'y yetguncha uy ham bitdi. Bir-biridan go'zal bu qizlarga bir qaragan odam albatta yana bir qarab qo'yar. Mubolag'asiz husni go'zal qizlar edi. Katta qizi qaytib kelganda o'sha kunning o'zidayoq oldiga solib qudasining uyiga kirib bordi. Uzr so'ragan bo'ldi. Qizining qaynonasi shunday gaplar gapirdiki, agar ilon tinglaganda ham bir qavat postini tashlab yuborardi. Odina ham oxiri portladi. Xullas, ikkita quda bir-birini sochidan yulmadi xolos. Shu qadam bosmadi u xonadonga. Qizini dangasa, zahar, kasalmand ekanligi haqidagi gaplarga chidash mumkin edi, ammo buzuqqa chiqarganiga chiday olmadi. Keyin gapirib yubordi. Ehtimol o'rtada farzand bo'lganda yarashib ketarmidi? Lobar eridan arazlab keldi. Kuyovi xiyonatkor ekan. Shuncha yalinsa ham kechirmadi. 3-4 oy bo'lib qoldi. Endi hech kim holidan xabar olmaydi. Ikkinchi kuyovi boyvachcha edi. Uylanib ham qolsa kerak. Sanobarda yurak oldirib qo'ygani uchun bu qizini qaytib olib bormadi. Mana endi 4 ta ayol goh urishib, goh yarashib, otasi oyma-oy jo'natadigan pulga yashab yuribdilar.
Qizlar o'zaro sirdoshdek ko'rinsalar ham ba'zida arzimagan narsaga urushib ketadilar. Odina shunaqa paytda qani endi uchalasining ham o'z oilasi bo'lsa-yu, dadasi qaytib kelsa, tinch xotirjam chol kampir o'zimiz yashasak deb orzu qiladi. Yozning 3-oyi ham issiq keldi. Odamlar issiqdan qochib uy-uylarga kirib olgan, qoq peshin mahali kimdir darvozani qattiq urayotgani eshitildi. Eshikni ochgan Dilbar uyga keksaroq kampir bilan qorachagina qizni boshlab kirdi. Alhamdulillah, uyingiz salqingina ekan, Xudoga shukr. Qorachadan kelgan qiz og'ir xaltalar ko'tarib olgan, kamiga orqasiga ham zildek sumka ilib olgan edi. Assalomu alaykum ammajon, yaxshimisiz? Qaysi shamol uchurdi? Odina kampir bilan quchoqlashib ko'rishdi. Voy, bu Asqarjonning qizimi? Katta qiz bo'lib qolibdi-ku, o'zi maylanay. Qizni bag'riga bosib yuzlardan o'pdi u. Keyin buvi bilan nevarani mehmonxonaga boshladi. Bu uyga anchadan beri endi mehmon kelishi edi. Odina qizlariga hay-haylab yurib, o'zi dasturxon yozdirdi. Qand qurs qo'ydi. Dilbar choy olib kirdi. Dasturxonga Fotiha o'qilgach, kampir duo o'qidi. O'tganlariga bag'ishladi. Keyin o'tirib uzoq duo qildi. Odinaxon, yaxshimisiz? Tursun Murodim yaxshimi? Qizlar sog' salomatmi? Obdon so'rashib bo'lgach, Odina Sanobarga oshni boshlab yuborishni tayinlab, o'zi kampir o'tirgan uyga qaytib kirdi. Bu Asqarjonning qizi. Toshkentga o'qishga keldi. Bilasan, Asqarning puli ko'p. Uy olib bersa ham qurbi yetadi. Ammo qiz bola narsa yolg'iz turmasin deb shu yerga olib keldim. Bu o'rnashib olguncha o'zim ham shu yerda turaman. Keyin qishloqqa qaytib ketaman. Rahima amma o'rta bo'yli, semiz bo'lmasa ham gavdali, bug'doyrang yuzlarda ajinlari u qadar sezilmaydigan so'zi o'tkir ayol. Beva boshi bilan farzandlarini oyoqqa qo'ygan. Hamma bolasini o'qitib, endi nevarasini ham yetaklab kelgan edi. Voy qizlar, anavi kampir nevarasi bilan bizning uyda qolar ekan. Sanobar singillardan suyunchi oldi. Uff, shu yetishmay turuvdi. Yuzini burishtirdi Dilbar. Voy tavba, nima bor ekan-a biznikida? Jahli chiqdi Lobarning. Sanobar sabzini qozonga soldi. Oyimga aytaman, ketsin. Dilbar jahl bilan o'rnidan turdi. Ammo uyga kirgani ulgurmadi. Men nima ish qilay? Deb mehmon qizning o'zi chiqib keldi. U kiyimlarini almashtirib olgan edi. Keyin indamay to'planib qolgan idishni yuva boshladi. Qizlar bir-biri bilan ko'z urishtirib oldilar. Mening ismim Umida. Sizlarnikichi? Qiz shu qadar samimiy gapirar, harakatlari shu qadar tabiiy ediki, beixtiyor qizlar ham o'zlarini tanishtirishni boshladilar. Umida chaqqonlik bilan idishlarini yuvib, oshxonani ham yig'ishtirib oldi. Shu kecha Odina Rahima amma bilan qizlar Umida bilan allamahalgacha suhbatlashib o'tirdilar. Umida qizlarga oyisining sovg'asi marvarid qadalgan kumush uzuklarni sovg'a qildi. Hech kimdan bunday hadiya olib o'rganmagan qizlar lol edilar. Uzuklar tilla bo'lmasa ham juda nafis edi. Kechasi qo'ng'iroq qilgan Tursun Murod otasidan qolgan yodgori yolg'iz ammasining kelganini eshitib quvonib ketdi. Bomdod namoziga uyg'ongan kampir nevarasidan boshqa hammaning uxlab yotganini ko'rib jahli chiqdi, ammo indamadi. Oftob yoyilib ketganda turgan qizlar hovliga chiqib anqayib qoldilar. Hamma yoq supurilgan, so'riga joy qilingan, dasturxon kecha qishloqdan keltirilgan noz-ne'matlarga to'la edi. Kampir tasbeh o'girib o'tirar, Umida yonida o'tirib kitob o'qir. Havo ertalabdan isib ketgan edi. Qizlar indamasdan kelib nonushta qildilar. Qorni to'ygach, o'rnidan qo'zg'algan Sanobarga qarata, "Joyingga o'tir", dedi qat'iy ohangda. "Dasturxonga Fotiha o'qiymiz, keyin turasan." Keyin davom etdi. "Tursun Murodam, akamdan qolgan yolg'izim. Sovuq yurtlarda qishni qish, yozni yoz demay yuribdi. Ayol kishi oqila bo'lsa, oilaga fayz, baraka kiradi.
Mayli. Taqdiringiz o'xshamabdi. Hayot to'xtab qolmaydi. Ammo inson o'tgan har vaqti uchun javob beradi. Bekorchidan xudo bezor. Keyin qizlarga ish bo'lib berdi. Kimdir hovlining o'tini yuladigan, kimdir oyna artadigan, kimdir ko'rpachalarni sotib yuvadigan, o'zi esa shu ko'rpachalarni qovib beradigan, tushlikni Odina tayyorlaydigan bo'ldi. Qizlar istar-istamas o'rnidan qo'zg'alar ekan, bu kampir buyurgan ishini bajarmaguncha tinch qo'ymasligini sezib turar edilar. Yo'q, bu kampirdan qutulishning iloji yo'q. Bir daqiqa bo'sh qolgan odamni ko'rsa, darrov ish topib berar ekan. Oftobning tig'ida gulzordagi o'tlarni yuldirgan odamni ko'rganmisiz? Yana boshingga oq ro'mol o'rab ol, oftob urmaydi deydi. Har bir harakating nazoratida. Uf dema, Allohning qahri keladi. Telefon shaytonning uyi. Qani yig'ishtir. Kap-katta qiz chap qo'lda non yeganing nimasi? Chap qo'lning o'z bajaradigan vazifasi bor. Endi kun yoyilguncha uxlashi yo'q. Ammo kechasi bilan shu qizlarga nima ish qildirsam ekan deb o'ylab chiqadi shekilli. Tong sahardan hammasi boshidan boshlanadi. Hovlida bir tupkina olma bor. Bitta to'kilsa, bitta qoqqa qiladi. Pomidor bormi, baqlajon bormi, nima qolib ketsa, qoqiga aylanadi. Bugun tandir yasaymiz. Shuncha ayol bersang yeyman, ursang o'laman deb o'tirishimiz uyat. Odinaxon qayerda tandir sotadi? Bilmasam, ammo hech qiziqmagan ekanman. Sanobar gapga aralashdi. Hozir internetdan topib beraman. Mana oyi, bizga eng yaqin 10 qo'rg'on ekan. Ketdik, dedi amma. Tandir hovlining oxiriga burchakka o'rnatildi. Tursun Murodim ota o'g'ilda qurigan daraxtlarni bir ombor o'tinga aylantirib, chiroyli qilib taxlab qo'yibdi. Mana shuncha o'tin. Bugun tandirni obdon qizdiramiz. Somsa yopamiz, ertaga patir yopamiz. Endi patir sotasizlar. Voy, novvoychilik qilamizmi? Yuzini burishtirdi Dilbar. San qiz menga burningni qiyshaytirma. Bir uy ayol bekorchilikdan yotasanmi kechgacha? Menga o'rgating, o'zim yopaman, dedi Odina. Qizlar hali yoshda, amma jonisi. Rahima amma o'z yonidan 2 qop yaxshi un olib keldi. Shu issiqda erinmay bozorga ham borib kelgandi. Somsa tayyorlash zavqli bo'ldi. Rahima amma somsalarni o'zi yopdi. Ammo har safar yo Sanobarni, yo Lobarni chaqirib ko'rsatar edi. Uzib olayotganda ham o'rgatib bordi. Qizlar umri bino bo'lib bunaqa totli somsa yemagan edilar. Bir dasturxon atrofida issiq choylarni damlab, qaynoq somsa yeb, ancha gaplashib o'tirdilar. Rahima aya bevalikda o'tgan hayoti, mehnat bilan rohatga aylangan hayot haqida gapirib berarkan, barcha ertak tinglayotgandek bo'lar edi. Umida Dilbar bilan dars tayyorlay boshlagandan beri ancha inoqlashib qoldilar. Ikkisiga saboqlari uchun izn berilgan. Tong sahardan qizlarni boshiga borib uyg'otgan amma tahorat olib chiqishlarini talab qildi. Ungacha oshxonaning o'rtasiga avval sholcha tashlab, so'ng ustidan supra yozdi. Hatto atrofiga ko'rpacha ham soldi. Tahorat olib, bomdodni o'qib kelgan qizlarni birini un elashga, birini qishloqdan keltirgan oq yog'ni eritib, issiq suv hozirlashni buyurdi. O'zi bitta kosaga 2 qoshiq shakar, shuncha miqdorda xamirturush solib, ustidan iliq suv quydi. Keyin katta tog'oraga iliqdan issiqroq suv, iliq sut, eritilgan yog'ni ustidan un ko'pchigan xamirturush solib, xamir qoridi. Bunaqa katta tog'orada xamir qormagan Sanobar terlab ketdi. Charchadim, dedi boshini ko'tarib. O'rganasan, yaxshilab mushla. Ha, barakalla. Ertaga Lobar qoradi. Hazil bilan chetlari gulli, chiroyli, mazali, sedanali, jizzali patir tayyor bo'ldi. Hovlini xushbo'y non isi tutdi. Xola patirlardan 4 tasini tashlab, qolganini savatga solib, Odinani olib bozorga ketdi. Tez qaytdilar. Savatlar bo'm-bo'sh bo'lib, ertangi kun uchun ham buyurtma olgan edilar. Bir hafta ichida qizlar barvaqt uyg'onishga o'rgandilar. Yana bir haftadan keyin non yopishga.
Endi ular bozordan chorva, sut, xamirturush sotib olishni, yog'larni eritib tayyorlab qo'yishni, vaqti bo'lishi bilan qopdagi unlarni elab qo'yishni o'rganib olgan edilar. Hovli joyiga ham fayz kirib qolgan. Rahima amma oshxona, uylarni ham ozoda tutishni talab qilar. Endi bu uyda hayot qaynardi. Bugungi patirlar ham buyurtmaga yopildi. 2 marta xamir qorildi. Ko'zi olma kesak tergan buyurtmachi yigit ketgach, amma qiziq gap aytib qoldi. Odinaxon, necha yoshga kirdingiz? 41 yoshman, ammajon. Tursunmurodni chaqiring. Hali yosh ekansiz. Bitta o'g'il tug'ing. Akam o'zi yolg'iz o'g'il edi. Undan o'g'il zurriyot qolishi kerak. Qizlar baravar kulib yubordilar. Nimaga kulasanlar? O'g'irlik ayb, buzuqlik ayb. Nikohi bor odamdan o'g'il tug'ish gunohmas. Odamlar nima deydi, amma? Uyat-ku, gapga aralashdi Sanobar qizarib, bo'zarib o'tirgan onasiga qarab. Alloh halol qilgan narsani harom qilishga hech kimning haqqi yo'q. Kechqurun menga telefon qilib bering. Bu uyga bir o'g'il kerak. Hamma bir zum o'yga cho'mib qoldi. Dilbar bilan Umida imtihon topshirib keldilar. Natijalar e'lon qilinmagan bo'lsa-da, ikkisining kayfiyati ham chog' edi. Shu arzimagan vaqt ichida qizlar juda yaqin dugonalarga aylangan edilar. Rahima amma hammani ishga solib qo'yib ham tinmadi. Endi qizlarning taqdirini o'ylay boshladi. Yozning oxiri bo'lsa-da, kuzning nafasi kelib qoldi. Oqshomlari salqin. Endi barcha qizlar Odina bilan birga yarim kechagacha ammaning suhbatidan bahramand bo'lib o'tirar edilar. Sanobar, bolam, kuyov bilan yarashtirsam, yashab ketasanmi? Bo'lib qo'yinglar. Bizning avlodda erdan chiqib erga tegadigan ayol bo'lmagan dedi. Bilmasam, amma qaynonam yashashimga qo'ymaydilar barbar. Yo'q, sen savolimga to'g'ri javob ber. O'zing yarashishni istaysanmi? Istayman, dedi sekin. Bo'pti. Elchiga o'lim yo'q. Ertaga sizlar nonni o'zingiz eplab turing. Men bir qudanikiga o'tib kelay. Endi yotib uxlanglar. Sanobar, sen qol. Qani, o'zi nima bo'lganda? Sanobarni ko'z ochib ko'rgani turmush o'rtog'ini chindan ham sog'ingan edi. O'shanda janjalga nima sabab bo'lgan edi-ya? Ha, turmush o'rtog'ining sinfdosh do'sti keldi. Kulib kutib oldi. Erkak ham undan ko'z uzolmay qoldi. Oxirli liboslardagi yangi kelinchak shu qadar ochilib ketgan ediki, erkak Mirusmon bilan biroz o'tirib ketishga shaylandi. Ovqat tayyor, yeb keting, mulozamat qilgan bo'ldi kelinchak. Turmush o'rtog'i bir o'qraydi. Ko'zi bilan ket ishorasini qildi. Ayvonda qaynonasi kuzatib turgan ekan. Sanobar, siz qanaqa tarbiya olgansiz? Nimaga begona erkakka gapirasiz? Nega unga mulozamat qilasiz? Dedi jahl bilan. Voy, nima gunoh qildim? Ajablandi kelinchak uzun kipriklarini pirpiratib. Keyin Mirusmon akasi do'stini kuzatib qaytib keldi. Uni buzuqlikda aybladi. Tarbiya ko'rmagansan. Erkak ayol o'rtasidagi pardani bilmaysan. Nomahram erkakka iltifot qilib, meni qanchalik oyoq osti qilganingni bilasanmi? Sanobar o'zining nazdida oppoq edi. Bu hol takrorlanaverdi. Oxiri Mirusmon uni uyiga olib kelib tashladi. Rahima amma jim o'tirib eshitdi. Agar kelinim shunaqa bo'lsa, sirayam kechirmasdim. Yuzsizlik, hayosizlik bo'libdi. Gunoh bo'libdi. Oysha onamiz sahobiya ayollarga meni turmush o'rtog'ingizga ta'riflab bermang der ekanlar. O'zingni ko'z-ko'z qilishing buzuqlikdan boshqa narsa emas. Sen chiroyli ekanligingni yaxshi bilasan, ammo bilib qo'y. Erkaklar go'zallikka tez ko'nikadilar. Aqlli, mehribon ayolga esa hamisha muhtojlik sezadilar. Ayollarning eridan begona odamga mulozamat qilishi o'zini xorlashidir. O'zingni tuzatmasang, qo'ldan qo'lga o'tib yuraverasan. Men ertaga qaynonang bilan gaplashib ko'ray, keyin sen bilan shug'ullanaman. Sanobar yotib xatolarni o'ylay boshladi. Qalbi yopiq bo'lsa, shayton insonga qilayotgan amallarni chiroyli ko'rsatib qo'yadi. Qalbi ochilgan inson sekin asta xatolarni ko'ra boshlaydi. Chindan ham uyat bo'lgan ekan.
Rahima amma o'zi bilan olib kelgani so'nggi rusumdagi mo'l-ko'l adras matoni Umidaga boshqatdan chiroyli qilib taxlatdi. Sovg'abob xaltaga solib, yangi uzilgan patirdan 4 tasini olib, bismillah deya yo'lga tushdi. Rahima amma Odina bilan urushganiga qaraganda janjalkash, zahar bo'lsa kerak deb o'ylagan Xudo xola aslida aqlli, mulohazali ayol ekan. Ayol Rahima ammani birinchi marta ko'rib turgan bo'lsa-da, quchoq ochib kutib oldi. Salqin uyga taklif qildi. Fotiha o'qilgach, mehmon o'zini tanishtirdi. Og'ir bosiqlik bilan ko'ngliga ozor bermay bo'lgan ishlarni so'rab oldi. Rahima amma salkam bir oy yashab qizlarning qanaqaligini bilib qolgan. Xudo xolaning gapirgan gaplariga ishonardi. Ayol dam yig'lab, dam to'xtab orzulari haqida, kutilmaganda befarosat bo'lib chiqqan kelinining dangasaligi haqida gapirar ekan, ammo uning so'zini bo'lmay tingladi. Nima qilay aylanay egachi? O'g'lim bir ko'rdi-yu, shuni olaman deb turib oldi. Chiroyi ham qursin. Endi qizlarni ko'rsatsam, birortasini yoqtirmayapti. Qazisan, qartasan, asl zotingga tortasan degan gap bor. Aylanay, bu qizlarning zoti toza. Ota tomoni ham, ona tomoni ham. Faqat chet elda yurgan ota tarbiyasini ko'rmadi hisob. Siz menga ishoning. Shu qizni izmingizga solib beraman. Bitta imkon bering, yashab ko'rsinlar. Odina uchun alohida uzr so'rayman. Endi bir safar kechiring. U emas, men qildim shu xatoni. Meni kechiring singlim. Rahima amma kelgan mashinasida ortiga qaytdi. Qizlar eplabdi. Patirlar qizlarning o'zidek bir chiroyli edi. Ammo Sanobar bilan Odinani o'tkazib qo'yib ancha gapirdi. Sen bu oilaga nomunosib harakatlar qilgansan. Or nomusli ayol ekan. Kuyovni ko'rmadim. Ammo shu ayolning tarbiyasini olgan bo'lsa, tilla bola bo'ladi. Essiz, shunday baxtni qo'ldan boy beribsan. Erkakning rashki, ayolning baxti. Ayniqsa, sendek go'zal qizlarni yo'ldan urmoqchi bo'lgan shaytonlar har qadamda uchrab turadi. Qaynonang aftidan yarashish tarafdori, ammo sen tayyor emassan. Nafsingni o'ldirib, mehnatga o'rgatib, tavbangga tayantirib jo'natsak, keyin shukr qilib yashab ketasan. Endi boshqa uyga bormaymiz. Kuyov senga ishonsa, qachon olib ketsa, shunda ketasan. Sanobar yengil tortdi. Ich-ichidan husniga bino qo'yganini, har qanday erkakni mahliyo qila olishini va bundan hamisha foydalanganini tan olardi. Navbat Lobarga kelgan edi. Amma gapni uzoqdan boshladi. Biz ayollar xudbinmiz, qaysarmiz. Ehtimol, sen badgumonlik qilayotgandirsan yoki o'zing eringni xiyonat qilganini ko'rdingmi? Ayolning butun insoniyatga qaysarlik qilishi o'z eriga qaysarlik qilishichalik ziyon keltirmaydi. Butun olamga ko'nib yashab, eriga qaysarlik va itoatsizlik qilgan ayol dunyodagi eng xunuk ayol. Men qaysarlik qilmadim, amma telefonda har xil qizlar bilan yozishganini ko'rib qoldim. Keyin ketdim. Mana shu yurishing bo'lsa, shu telefonda o'tirishing bo'lsa, ertaga sen ham birovning oilasini buzasan. Kimnidir xiyonat qilishga majbur qilasan. Ikki quloqing bilan eshitib ol. Sen ering uchun javob bermaysan. Har kim qilmishiga yarasha jazosini tortadi. Yarashtirsam yashab ketasanmi? Kerak emas. Yashamayman. Unda nima qilmoqchisan? Chet elga ketaman. Bir qo'shnimiz Turkiyada ishlab keldi. Rahima xola ishoning, xizmat qilgan uyimning ostonasidan chiqa olmay qoldim. Ko'ringan turk yopishaverdi. Haliyam o'zimizni erkaklar tuzuk deydi. Sen bu husning bilan u yerda itlarga yem bo'lasan. Rahima amma achchiq, ammo to'g'ri gapirardi. Men kuyov bilan bir gaplashib ko'raman. Gap so'zini olaman. O'xshamasa talog'ingni bersin. Ajrashasan. Qolgani bir gap bo'lar. Odina Rahima ammani ko'rib o'zining xatolarini topa boshladi. Qiz bola tarbiyasida yo'l qo'ygan xatolari, ko'ngli bo'shlik qilgani, turmush o'rtog'ining topganiga qanoat qilmay, olis yurtlarga kuzatgani. Rahima amma Lobardan manzilni olib u yashagan uyga yo'l oldi.
Hashamatli darvoza lang ochiq, ko'rkam hovli, yashnab yotgan gulzor odamning bahri dilini ochardi. Ustida tizzasigacha tushadigan ishtondan boshqa kiyimi yo'q bir yigit tamaki tutatib o'tirardi. Rahima amma eshik qo'ng'irog'ini bosib panaga o'tdi. Yigit qo'lidagi tamakini uloqtirib, yo'l-yo'lakay ustiga kiyim kiygancha chiqib keldi. Qarashlari beozor edi yigitning. "Assalomu alaykum, keling", dedi yigit. Ammo keling so'zi nima kerak degandek eshitildi. "Anvarjonmisiz?" "Ha, Anvarman. Yaxshimisiz bolam? Maylimi kirsam? Sizga gapim bor edi." "Kiring", yo'l berdi yigit. "Oyingiz, ular chet elga dam olgani ketgandilar, dadam bilan." "Unday bo'lsa, o'tiring bolam. Fotiha qilaylik." "Men Lobarning ammasiman." Yigit boshini egibroq o'tirar, yuz ifodasini ko'rib bo'lmas edi. Daraxtning mevasi devordan oshsa, ko'ringan odam uzgisi keladi. Xasm halolingizni taloqsiz qo'yib yuborib, qizg'anmay yashashingiz to'g'rimi? Men uni haydamadim. O'zi ketdi. Bir-ikki yarashmoqchi bo'lib yozsam, haqorat qildi. Men voqeani qisman eshitdim. Agar erkak kishi ayoliga xiyonat qilsa, jazosi o'lgunicha toshbo'ron qilinishidir. Bu hukm bu dunyoda bajarilmasa, oxiratda jazosini oladi. Bundan xabaringiz bo'lsa kerak. Yigit indamadi. Zinoning qarzligini ham bilasizmi? 7 avlodingizga uradigan kasrinichi? Ochig'i, Lobar yarashmayman desa ham bir suhbatingizni olay deb keldim. Kim xato qilmabdi? Alloh tavba qilgan bandasini kechiradi. Odamzod qiziq. U hech qachon o'lmayman deb o'ylaydi. Mayli, bolam, men boray. Lobar kechirmayman degani bilan Rahima ammaning kelishini sabrsizlik bilan kutib o'tirar edi. Bilmadim-u, ering yomon bolaga o'xshamadi. Hamma ham xato qiladi. U xato emas, gunoh qilgan amma. Mayli, hammaning o'ziga insof bersin. Kechasi endi ko'zi ilingan ekan, qiy-chuv bo'lib qoldi. Qizlar qiyqirar, bir-birini quchoqlab baqirar. Ayniqsa Umida bilan Dilbar shodligini ichiga sig'dira olmas edilar. "Bujon, o'qishga kiribman. Ammajon, men ham kiribman." Ikkala qiz ham kontrakt asosida o'qishga kirgan edilar. Tongda Asqarjon keldi, to'lib toshib. Mashina yukxonasidan yeguliklarni tushirar ekan, hammaga hazil qilar. Dam onasini quchoqlar, dam qizining peshonasidan o'pib qo'yar edi. Kechki payt esa mehmonlar uyiga qaytadigan. O'qishlar boshlanganda Umida qaytib keladigan bo'ldi. Kechki ovqatdan so'ng dasturxonga Fotiha o'qilgach, Rahima xola Odinaga yelim xalta uzatdi. Bu Umida bilan Dilbarning 1 yillik kontrakt puli. Asqarjonni duo qilib qo'yasizlar. Bizga ruxsat. Dilingizni og'ritgan bo'lsam, hamma narsaga tumshug'imni tiqib, sizlarni bezovta qilgan bo'lsam, uzr so'rayman. Nasib qilsa, yana ko'rishib qolarmiz. Qizlar ilk bor ko'rganlarida yoqtirmaganlari bu ayolning ketib qolayotganidan juda xafa edilar. Bitta ish chala qoldi. Tursun Murodni chaqiring. Hali ham bo'lsa, bitta o'g'ilga harakat qilinglar. Mehmonlar ketdi. Ular bilan fayzga to'lgan hovli yana g'arib bo'lib qolgandi. Hovli burchagidagi tandir ham qovog'ini uyib olgan. Yagona olma daraxti ham kuz kelmay barglarini uzib, ko'ksini chok qilar. Polizdagi ekinlar g'arib, qizlar ko'ngli huvillab qolgandi. Rahima amma o'zi bilan hovlining fayzini olib ketdi. Ammo uyga baraka tashlab ketdi. Qizlar patir yopib berar ekan, nonlarni buyurtmachilar uydan olib ketar edilar. Sanobar oxirgi nonni uzib oldi. Yuziga suv sepib savatga tashladi. Avval qo'lidagi yenglikni, so'ng ustidagi otasining eski kostyumini yechib, tandir yonidagi ilgichga osdi. So'ng savatni ko'tarib kelarkan, ko'zi eshikdan kirib kelayotgan erkak va ayolga tushdi. "Voy, assalomu alaykum", shoshib qoldi u. Qo'lidagi savatni ayvonga tashlab, ko'rishmoqqa chog'landi.
Avval qaynonasi bilan quchoqlashib ko'rishdi, keyin turmush o'rtog'iga salom berdi. Non yopdingizmi? Buncha chiroyli. Biz ham tandir o'rnatsak bo'larkan-a? Shunaqa nonlar yopib berar edingiz. Ichkaridan Odina chiqib keldi. Yugurib kelib qudasi bilan ko'rishdi. Uyga taklif qildi. Xuddi oradan olamushuk o'tmagandek. Ikki quda yetaklashib uyga kirdilar. Yoshlar hovlida qoldi. Bunaqa hunaring borligini bilmas ekanman, kuldi Kozim. O'zi yaqinda o'rgandim. Nondan oling. Sanobar ketdi. Odina o'ziga bildirmay ortidan tosh otib yubordi. Qani Rahima amma yonida bo'lsa, rahmatini aytsa. Ishqilib, endi qizi tinib, tinchib yashab ketsin. Opasi ketgach, Lobar ham o'ychan bo'lib qoldi. Endi nonlarni ona bola yopadilar. Oradan 2 kun o'tib, Sanobarga qo'ng'iroq qilindi. Oyi, men o'randim. Kozim akam juda ham xursand bo'ldilar. Muborak bo'lsin bolam. Qo'sha qara, o'zingdan tin. Bozorlik qilib bo'lgan Lobar havoning bo'g'ilib turganidan ko'ngliga g'ulg'ula tusha boshladi. Yomg'ir po'shsiz chiqibdi. Tezroq uyga borishim kerak. Yo'q, ulgurmadi. Yomg'ir sharros quyib yubordi. Boshiga qo'lidagi yelim xaltani qo'yib ko'chani kesib o'ta boshladi. Mashinadan tushgan yigit qizga qarab baqirdi. Ko'zingizga qarasangiz bo'lmaydimi? Joningizdan to'yganmisiz? Lobar boshidagi xaltani olib kechirim so'rash uchun o'girildi. Yigit yomg'ir yuvgan yuzlari oppoq, qoshlari qop-qora, shahlo ko'z, g'unchalab qizga qarab baqirishdan taqqa to'xtadi. To'xtang, olib borib qo'yaman. O'tiring mashinaga dedi. Orqadagi mashinalarning paydarpay signal chalayotganini ko'rgan qiz mashinaning orqa eshigini ochib o'tirib ola qoldi. Manzilini aytdi. Yigit umri bino bo'lib bunaqa chiroyli qizni ko'rmagan edi. Tabiiylik tobora noyob bo'lib borayotgan shaharda oddiy libosdagi pardozsiz go'zalning uchrab qolishi mo'jiza edi. Qattiq baqirib yuborgan bo'lsam uzr so'rayman, dedi yigit. Yo'g'e, hamma ayb o'zimda. Tezroq o'tib ketay debman. Ko'rmay qoldim. Siz meni kechiring. Qiz sumkasini titkilab pul uzatmoqchi bo'ldi. Kirakash emasman. Shu yerda turasizmi? Yigit undan ayrilgisi kelmayotgani sezilib turardi. Lobar indamay kirib ketdi. Yoz yomg'iri tinib, osmonda yana quyosh porlay boshladi. Lobar ko'chaga chiqolmay qoldi. Notanish yigit goh mahallaning boshida, goh shundoq eshik tagida mashinasi bilan tandiq qo'yib oldi. Shunda Rahima ammaning gaplarini esladi. Bitta uyga bitta erkak kerak. Agar dadam shu yerda bo'lganlarida birorta odam ostonamizga qadam qo'ya olmas edi. Pichirladi lablari. Bugun ham bozorga borish kerak. Tez-tez katta yo'lga chiqdi. Shu payt yoniga o'sha kunga mashina kelib to'xtadi. Yigit mashinadan chaqqon tushib qizning oldiga turib oldi. Qoching, mendan nima istaysiz? Mashinaga o'tiring. Gap bor. Qiz yana gap so'zdan qo'rqib mashinaga o'tirishga rozi bo'ldi. Uylanmoqchiman sizga. Hali kimligimni bilmaysiz-ku. Ismimni ham bilmaysiz. Endi aytasiz-da. Mening otim Dovud. Sizniki? Lobar ismim. Yana shuni ham bilib qo'ying. Men turmushga chiqqanman. Erim bilan ajrashmaganman. Arazlab uyimda o'tiribman. Hali talog'imni ham olmaganman. Hazillashmang, zo'rg'a so'radi yigit. Istagan odamingizdan so'rang. Endi menga ruxsat. Iltimos, boshqa yo'limni to'smang. Yigitning qimirlagani majoli yo'q edi. Qiz orqasiga qaytadigandek, aldadim deydigandek tuyulardi. Odina opa keyingi kunlarda o'zgarib qolgan Lobardan tashvishda edi. Shu ham yarashib keta qolganda edi. Avvalgi janjalkash Lobar tuzukroq edi. Kulib, kuldirib o'tirar. Keyingi kunlarda har dam xayol bo'lib qolgan qizidan dardingni ayt deb so'radi. Oyi, dadamni chaqiring. Iltimos. Uyimizga erkak kishi kerak, oyi. Shu payt birov eshikni qattiq asabiy taqillata boshladi. Ketyapman. Ona bori eshikka baravar yugurdilar.
Darvozani ochar ochmas ikkita ayol otilib kirdi. Hali sanmi mani o'g'limni boshini aylantiradigan? Erdan chiqib uylanmagan yigitni yo'ldan uradigan. Kirgan ayollardan biri Lobarga, ikkinchisi Odinaga tashlandi. Nima bo'lganiga tushunmagan ona bola asabdan quturib ketgan ayollarning changalida qoldi. Qiy-chuvni eshitib yugurib chiqqan Dilbar onasini zo'rg'a ajratib oldi. Keyin Lobarni qutqarishga shoshildi. Kimsizlar? Bizdan nima xohlaysizlar? Baqirdi Dilbar. Lobar shumi? Men Dovudning onasiman. Ikki qulog'ing bilan eshitib ol. Ikki dunyoda ham seni kelin qilmayman. O'g'limni tinch qo'y. Bo'lmasa o'zingdan ko'r. Ayol eshikni bir tepib chiqib ketdi. Ortidan yoshroq ergashdi. Bu voqea shunchalik tez bo'ldiki, hamma karaxt bo'lib qolgan edi. Lobar zinaga o'tirgancha yelkasi silkinib, ezilib, to'kilib yig'lardi. Alam bilan. Yana Rahima ammani esladi. Beva ayolga mahallaning iti ham yopishadi. Darhol o'rnidan turdi. Telefonini olib tanish raqamni qidirdi. Anvar aka, meni uyga olib keting. Iltimos, bugunoq. Hoziroq keling. Iltimos. Keyin yuz qo'lini yuvib, narsalarni hozirlay boshladi. Odina hamma gapga tushungan, boya kaltak yeganiga xafa bo'lgan bo'lsa, endi bu ish ham xayrli bo'lgan ekan deb o'tirardi. Anvar yarim soatga qolmay yetib keldi. Xuddi hech narsa bo'lmagandek erini kutib olgan Lobar onasini, singlisini bag'riga bosib, eri bilan yetaklashib chiqib ketdi. Odina ancha yengil tortdi. Dilbar ikkisi hali ham patri yopar, o'tinlarning tagi ko'rinib qolgandi. Kuz keldi. Sentyabr oyining ilk kunlarida Rahima amma Umidani yetaklab kirib keldi. Qizlar ammasining kelganini eshitib mehmonga keldilar. Mana bu boshqa gap, dedi amma. Chiqqan qiz chig'iriqdan tashqari. Endi Allohim farzand bersa, marra sizlarniki. Qizlar baxtiyor edilar. Turmushga uzatilgan qiz borki, tushgan joyida aziz bo'lsin. Ota uyi baribir begonalik qilarkan. Bu shu yerda o'tirgan har bir ayolning ko'nglidan o'tayotgan fikrlar edi. Ammo qizlarga qarata 3 xil insonning namozlari qabul bo'lmaydi va ulardan osmonga yaxshilik ko'tarilmaydi. Qochgan qul to qaytib kelmaguncha, mast odam to o'ziga kelmaguncha, erini g'azablantirgan ayol to eri rozi bo'lmaguncha dedi. Bu hadisni shunchalik sokin va qayta aytdiki, o'tirganlarning deyarli barchasi yodlab olgan edi. Vasiyatga o'xshab eshitilgan bu gaplar bir hikmat edi. Osh pishgach, qizlar bir tovoqdan osh, ikkita patir ko'tarib uylariga ketdi. Umida bilan Dilbarning o'qishlari boshlandi. Rahima amma Tursunmurod kelmaguncha ketmayman deb turib oldi. Rahima amma tinim bilmas. Hali hovlidagi rayhonlarni quritib, uqalab idishlarga solar, hali garimdorlarni bitta qo'ymay terib olib ipga tizardi. Tong sahar choy ichib o'tirar ekanlar, darvoza tagida to'xtagan mashinaning ovozi eshitildi. Ertaga Asqarjonni chaqiray, men olib ketsin. Umidamni sizni Allohga topshirdim dedi. Shu payt darvoza ohista ochilib, yelkasiga to'rva xalta ilgan, qo'lida yana bitta katta sumka ko'targan Tursunmurod kirib keldi. Voy, otam, Tursunmurodim, keldingmi? Jigarimdan yodgorim. Rahima amma jiyanini quchoqlab yig'lar edi. Umida umrida birinchi marta buvisining yig'laganini ko'rib turardi. Bo'ylaringdan o'rgilay, kel, o'tir yonimga. U yana Tursunmurodning peshonasidan o'pib qo'ydi. Dilbar otasini mahkam quchoqlab ko'rishdi. Odina iymanib, erining yelkasini qoqib qo'ydi. Shu kuni bu hovlida bayram bo'ldi. Qizlar kuyovlari bilan birga keldilar. Lobarning eri kabob pishirgan, Sanobarning turmush o'rtog'i osh damlagan. Dasturxon ustida o'tirganlarda Rahima amma bir rivoyat aytib qoldi. Qadim zamonda 40 yildan buyon toat ibodati yurgan solih, mo'min aka bilan gunohkor, osiy va fosiq uka birga yashab kelishar ekan.
Kunlarning birida akaning qalbiga shayton kirib, 40 yildan beri Allohga ibodat qilasan. Yetar endi. Ukang 40 yildan buyon kayfu safoda. Sen ham ozgina gunoh qilsang nima bo'pti? deya vasvasa qildi. Ukasi esa men 40 yildan beri gunoh ishlar qilardim. Allohdan shuncha yuz burib yurganim yetar. Bugundan boshlab tavba qilganim bo'lsin dedi. Natijada aka to'satdan vafot etib, niyati gunoh tomonga burilgani sababli ziyon ko'rdi. Gunohkor uka tavbasi tufayli o'lim oldidan bo'lsa ham najot topdi. Qissadan hissa shuki, amallar oxiriga qarab qadr topadi. Ammo inson har qancha ibodat qilsa ham, bitta gunohi tufayli hammasi barbod bo'lishi mumkin. Oilangizni asrang, tavba qiling. Qizlarim, kuyovlaringizni pir deb biling, izmidan chiqmang. Hammamizga go'zal xotima bersin dedi va davom etdi. Odinaxon, qarang, erkaklarning borligi qanday yaxshi. Uylar ham to'lib qoldi. Endi jo'natmang Tursunmurodni. Hali o'zim ham aytaman, ketmasin. Qishloqlarda yigitlar gurra-gurra otlanib ketib qolayapti. Uylarni huvullatib, ko'ngillarni huvullatib, ayollar bevalardek yashamoqda. Bolalar yetimdek katta bo'layapti. Otalar oila ustuni. Ular har oqshom o'z uyida bo'lishi shart. Dekabrning boshida birinchi qor yog'di. Oppoq qorlar zaminni nurga to'ldirib, osmondan pardek uchib tusharkan, Odina ko'nglidan o'tayotgan hayajonlarni Tursunmurodga qanday yetkazishni bilmasdi. Dadasi, yana ota bo'lasiz shekilli. Shu safar o'g'il tug'sam kerak. Ko'nglim sezyapti. Tursunmurod xotinini ko'tarib oldi. Xushxabar bir kelsa, qo'shaloq keladi deganlardek, Sanobar ham, Lobar ham homilador edilar. Odina avvaliga qizlardan uyalib aytmay yurdi. Yozning oxirlarida Odina kuzning birinchi oyida oldinma-ketin opa-singillar farzandligi bo'ldilar. Odina qizlarning beshik to'yiga chaqalog'i Sultonmurodni ko'tarib bordi. Bu ertak emas, bitta oqila ayol butun boshli sulolani saqlab qolishi, bitta yomon xotin esa katta oilalarni parokanda qilib yuborishi mumkinligi haqidagi hikoya. Tursunmurod boshqa chet elga ketmadi. Jajji o'g'lini ko'zi qiymadi. Bahorning ilk kunlarida qishloqdan yomon xabar keldi. Rahima amma vafot etibdi. Juma kuni edi. Soppa-sog' yurgan ammaning joynamoz ustida joni uzilibdi. Janozaga tumonat odam yig'ildi. O'tkinchi bu dunyoda yana bir inson mangu dunyo sari safarga otlangan edi. Endi unga qilgan ezgu amallari, silai rahmda ustuvor bo'lgan hayoti, insonlarni yarashtirish yo'lidagi bajargan xatti-harakati, ibodatlari, ortidan qilingan duolari yo'ldosh bo'la oladi. Tobut shu qadar yengil ediki, olisdan ko'rgan odam uni uchib ketyapti deb o'ylab qolardi. Bu dunyoda faqat ezgulik ulashib yashaganlarga Allohning rahmati bo'lsin. Bir oilani saqlab qolgan farishtadek Rahima ammaning mangu dunyoga qilgan safarlari bexatar, borar joylari baxt manzili jannat bo'lsin. Muallif Feruza Salxo'jayeva.